Ey odamlar, sal xudodan qo'rqinglar. Hozir mana shogird ustoz mapti, mana bunaqa voqea bo'pti dedi. Keldim, anta janoza qo'yib anta janoza bor edi. Keyin mana buni qaranglar. Odamlar mixga o'ralgan. Mana piyozga balo bor ekan, bir ro'zg'or tugab qolgan. Mana bunaqa qilib miyalariga nima qilib suv qoqib mana shu ayol kishi o'lish kerak bo'lgan, o'qitib qiz. Rasmlariga bir baloli yozdilar. Mana yana o'g'ilcholar. Ninalar ko'rsa, bu atiq qilganim yo'q. Men atiq qo'yib boshqa qilganim yo'q. Mana mana shunaqa holatda shogirdim etib qoldi, mana shunaqa bo'lib turdi. Mana rasmdagi o'qitib qalampirlami. Mana qaranglar iplarni. Sal xudodan qo'rqinglar. Baraka topinglar. Balkim shu odam ham ko'rayotgandir, o'qitgan odam ham.